Bola turinglar. Turun. Turmaysanmi? Ha. Jinnimisan? Maza qilding-ku. Ketdigini kvartira qidiramiz. Shu? Assalomu alaykum. Yopib qo'ydimi? Basharang yoqmadi shunga. Chiq. E'lon bo'yish kelgandik, kvartira bor debsiz. O'shanga bolalar bilan kelgandik, opa. Men talabalarni ichariga qo'ymayman. Biz talaba emasmiz. Nima? Biz ishlaymiz har xil ishda. Prosta bitta viloyatdan kelganimiz uchun birga kvartirada turamiz dedik-da. Shunaqa. Yaxshi. Bo'lmasa kishi boshiga $100 berasizlar. Farqi yo'q, opa olasiz $200 ham beraveramiz. Opa, o'zi oramizda eng ko'p oylik shunda biznikini qoplamaydi, opa. Biz 50 dan bersak bo'ladimi? Ha, biz 50 dan beramiz, bu 100 dan beramiz, bo'ladimi? Bo'ladi, qachon kirasizlar? Hozir kiramiz. Likiylar, kiyim-kechaginglar yo'qmi? Ay yo'q, o'zimiz kirsangiz bo'ldi, opa. Yaxshi, qilaring. Oylik to'lovchi. Opa, shuni oyda oxiriga qilib bersak bo'ladimi? Uzoq yo'ldan kelayotgandik, hozir oldimizda bir tiyin pul yo'q edi-da. Yaxshi, ishondim. Bolalar, xonalarni toza tutasizlar. Kechasi to'polon qilish yo'q. Svet, gazlarni o'chirib yurasizlar. Qo'shnini jahli yomon. Yana kvartiraga qizlar olib kelib yurmanglar. Yo'q. Opa, bizning kurgida unaqa bolalar yo'q, ha? Bolalar? Men yana kelib xabar olaman. Xo'p, mayli, yaxshi aytib oling, opa. Ha. Mayli, kit yo'qoting. Kvartira zo'r ekan, bolalar. Chot kiygan-u, lekin shu qiz olib kirmaylar degan chaqaq bo'ldi-da.